Gapni qarang. Banda, ojiz banda. Allohni yaratgan maxluqlarning ichida eng ojizi inson bo'ladi. Eng ojizi inson bo'ladi. Har qanday hayvon bola tug'sa, undan turib yurib ketaveradi. Lekin insonning bolasi yotadi. 2 yilgacha onasi ko'tarib yuradi buni. 1 yil, 10 oy bo'lib oyog'iga bosguncha tura olmaydi o'rnidan. Eng zaif inson. Shu zaif, zarraga arzimaydigan narsani Alloh men esimga olaman deyapti. Allohning esiga, zikriga kirish uchun ojiz banda nima qilish kerak ekan? Allohni zikr qilish kerak ekan. Oson ekan. O'zi Qur'onda aytayapti: "Fazkuruni azkurkum." Ey bandalarim, meni zikr qilinglar, men sizlarni zikr qilaman. Ana o'sha arzimas bir zarra o'zini arzimas bir amali bilan o'zini yaratgan buyuk Xoliqni eslashiga sazovor bo'lishi bundan katta baxt bormi? Bundan katta dunyoda baxt yo'q. Boshqa hech bir mavjudotga Alloh bu gapni aytmagan.